Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Xonadonlaringizga fayz baraka, o'zlaringizga tinchlik, xotirjamlik tilab, bugun 2025-yil 11-oktyabr kuni ekan, shanba kuni ekan. Mana Toshkentga Begovatga 2 kvadrat chuvalchang tayyorlayapmiz. Asqar Ali 2025-yil 28-iyulda 2 kvadrat zakaz qilganni jo'natgan edik. Endi yana 2 kvadratga zakaz berdi. Yana 2 kvadrat bir yo'li ko'proq boqmoqchiman deydi. Asqar Aliga ko'proq biyagimiz kerak ekan. Shuning uchun o'zim ko'proq biyagimiz ishlab chiqarishim kerak deb shunga yana 2 kvadrat jo'natamiz. Xudo xolasa mana tayyorlayapmiz. Hozir bir qator bularni chuvalchang bilan to'ldirdik. 4 ta banan ko'ribgan. Endi hozir chuvalchanglar quyoshdan qotishadi, ichkariga kiradi. Biz tepasidagi biyagimizlarni olib yana tepasiga chuvalchanglardan zichlab solamiz. Mana banan ko'ribgani to'ldirib, endi ichi bir 20 minut turdik. Mana chuvalchanglar ichkariga qarab kirib ketishdi. Bular yorug'likdan qochadi. Mana bu yerga zapas qilib oldik. Mana Xudo xolasa mana bularni endi buni ustiga solamiz. Bari mana tuxumlash jarayoniga kelgan. Bari mana tuxumlari ham ko'rinib turibdi bu chuvalchanglar. Shularni bunga endi solamiz Xudo xolasa. Mana bu Asqar Ali boshqa bioreaktordan olib mana korobkani ustiga to'kkani mana tayyorlayapmiz. Bu yerda nihoyatda tuxumi ko'p ekan, qarang. Bu yerda ne tuxumlarni ko'rsangiz, nihoyatda tuxumi ko'p ekan. Mayda chuvalchanglar ko'p ekan. Bu tuxumlarni qarang. Butun hamyoq tuxum bo'lib ketdi mana. Mana ko'rinib turibdi. Mana alohida bu tuxumlarni qarang. Shu yerdan korobkani ustiga yana tayyorlayapmiz. Mana tuxumlarni qarang. Nihoyatda tuxum ko'p joydan sizga alohida tayyorlayapman mana. Bu boshqa bioreaktor. Biz tayyorlayotgan joy o chekadan oldik mana bu yoqlardan. Mana chuvalchang boqayotgan joylarimiz. Mana Asqar Ali kutib olasiz. Ertaman 8 da Xudo xolasa. Xudo xolasa 8 da Qo'yliqdami? Qo'yliqdan olasiz mana. Jo'natdik mana Begovatga 4 korobka 2 kvadrat jo'natyapmiz. Xudo xolasa bo'pti, yaxshi yetib olinglar. Yo'llaringlar bexatar bo'lsin.